Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga biz tavsiya etamiz loyihasi asosida hamyurtimiz Ulug'bek Hamdamning yangi To'rtko'cha kitobini tavsiya qilmoqchiman. Ushbu kitobni o'qir ekansiz, bir insonni taqdirida aks etgan ushbu roman qariyb 20 yil davomida yoziladi. Yozuvchi muvozanat romanida ayta olmagan, aytish imkonini topa olmagan dardlarini qog'ozga to'kib soladi. Kitobni o'qir ekansiz, gohi kulib, gohi yig'lab, asar qahramonlari bilan yo'l qidirasiz. Minglab o'lmaslarning unutilmas hayotidan hikoya qiladi. Kitob keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan bo'lib, 2024-yil Toshkentda Asr avlodi nashriyotida nashr etilib, 544 betdan iborat. Ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya qilaman.